Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Xitoyda kuchli zilzila sodir bo'ldi. Qurbonlar bor. AQShda qiruvchi samolyotlar havoda to'qnashib ketdi. Kuba Rossiyadan yuzlab dron sotib oldi. AQSh obyektlarga hujum qilinishi mumkin. Moskvada trevoga. Urush boshidan beri eng kuchli zarba berildi. Qurbonlar bor. Iroqda cho'pon tasodifan Isroilning maxfiy bazasiga duch kelib qoldi. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vulkan ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Xitoyda kuchli zilzila sodir bo'ldi. Qurbonlar bor. Xitoyning Guansi provinsiyasida 18-may kuni 5.2 magnitudali zilzila yuz berdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Yer silkinishi oqibatida Liuchjou shahridan 7000 dan ortiq kishi xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan. Rasmiylar qidiruv-qutqaruv ishlari davom etayotganini va transport qatnovida uzilishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat tufayli 2 kishi halok bo'lgan. Bir kishi bedarak yo'qolgan. Yana 4 kishi esa shifoxonaga yuborilgan. Ularning hayotiga xavf yo'qligi aytilmoqda. Zilzila vaqti jami 13 ta bino qulab tushgan. Shunga qaramay zarar ko'rgan hududda aloqa va elektr tarmoqlari, suv va gaz ta'minoti hamda transport harakati odatiy rejimda ishlamoqda, deb xabar berdi davlat ommaviy axborot vositalari. Xitoyda bundan avvalgi kuchli zilzila 2025-yil yanvar oyida kuzatilgandi. O'shanda Tibet avtonom hududida 6.8 balli zilzila qayd etilgan. AQSh geologiya xizmati esa zilzila kuchini 7.1 magnituda deb baholagan. Tabiiy ofat ortidan 30 dan ortiq odam halok bo'lganda. AQShda qiruvchi samolyotlar havoda to'qnashib ketdi. AQShning Aydaho shtatidagi aviashou vaqtida 2 ta qiruvchi samolyot havoga to'qnashib ketdi. Bu haqda ABC News xabar berdi. Hodisa 17-may kuni Gunfighter Skies aviashousining turklar ijrosi paytida sodir bo'lgan. AQSh harbiy dengiz kuchlari ushbu avia hodisa oqibatida EE-18 Growler rusumli 2 ta qiruvchi samolyot halokatga uchraganini tasdiqlagan. 4 nafar ekipaj a'zosining barchasi muvaffaqiyatli katapulta qilingan. Hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'q. Mountain Home avia bazasi ma'lumotlariga ko'ra, halokat joyidagi yong'in qurshab olingan. Qidiruv-qutqaruv guruhi tomonidan topilgan uchuvchilarning ahvoli barqaror deb baholanmoqda. Aviashou halokatdan so'ng darhol bekor qilingan va tomoshabinlardan havo kuchlari bazasiga bormaslik so'ralgan. Hozirda hodisa yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Kuba Rossiyadan yuzlab dron sotib oldi. AQSh obyektlarga hujum qilinishi mumkin. Kuba Rossiyaga murojaat qilgandan so'ng yuzlab dron xarid qilgan va AQSh hududidagi ayrim obyektlarga ehtimoliy hujum variantlarini muhokama qilmoqda. Bu haqda Axios nashri xabar berdi. Ehtimoliy nishonlar orasida AQShning Guantanamo ko'rfazidagi harbiy dengiz bazasi hamda Gavanadan taxminan 145 kilometrda joylashgan Florida shtatidagi Key West shahri tilga olinmoqda. Axios suhbatdoshi fikricha, ushbu razvedka ma'lumotlari AQSh harbiy harakatlari uchun asos bo'lishi mumkin. Manbaga ko'ra, Donald Trump ma'muriyati dronlar orqali olib borilayotgan urushlar va Gavanadagi eronlik harbiy maslahatchilar mavjudligi sabab Kubani tobora jiddiy tahdid sifatida ko'rmoqda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi vakilining ma'lum qilishicha, boshqarma direktori John Ratcliffe 14-may kuni Kubaga tashrifi davomida u yerdagi rasmiylarni jangovar harakatlarga aralashishdan qat'iyan ogohlantirgan. Shuningdek, u Kuba hukumatini totalitar boshqaruvdan voz kechishga chaqirgan va buning evaziga AQSh sanksiyalarini bekor qilish mumkinligini bildirgan. Ratcliffe Kuba endilikda g'arbiy yarim sharda dushman rejalarini ilgari suruvchi kuchlar uchun platforma bo'lib xizmat qila olmasligini ham ta'kidlagan. Это Химки, ребята. Moskvada trevoga. Urush boshidan beri eng kuchli zarba berildi. Qurbonlar bor. Rossiyaning Moskva shahri va Moskva viloyati Ukrainaning dronlari hujumiga uchradi. Hodisa oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy rasmiylarga tayanib Novaya Gazeta Yevropa xabar berdi.
Bu urush boshlanganidan beri Rossiya poytaxtiga uyushtirilgan eng yirik hujumlardan biri hisoblanadi. O'nlab obyektlarga zarar yetgan. Moskva viloyati gubernatori tungi hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lganini bildirdi. Moskva meri Sergey Sobyanin esa asosan Moskva neftni qayta ishlash zavodi yaqinida 12 kishi jarohatlanganini aytdi. Ximki shahrida dron xususiy uyga kelib urilgan. Oqibatda bir ayol halok bo'lgan, yana bir kishi vayronalar ostida qolgan. Pogorelki qishlog'ida esa 2 erkak qurbon bo'lgan. Dronlar Krasnogorsk, Istra va Narafominsk yaqinidagi uy-joylarga ham zarar yetkazgan. 4 kishi jarohat olgan. Sobyanin so'nggi 24 soat ichida Moskva yaqinida 120 dan ortiq dron urib tushirilganini aytdi. Zarbalardan biri Moskva neftni qayta ishlash zavodining kirish qismiga to'g'ri kelgan. U yerda qutqaruvchilar jarohatlangan, dedi Sobyanin. Zelnograd shahridagi Elma texnoparki ham hujumga uchragan. Mazkur obyekt elektron va optik texnikalar, shuningdek nazorat o'lchov asboblari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Moskva viloyatidagi Solnichnogorsk yirik yonilg'i energetik inshooti ham nishonga olingan. Undan benzin va dizel yonilg'isini saqlash hamda tarqatishda foydalanib kelingan. Hujumlar aeroportga ham ta'sir ko'rsatgan. Jumladan Sheremetyevo aeroporti hududiga dron parchalari qulab tushgan. Qoldiqlar yo'lovchilar va samolyotlarga xizmat ko'rsatish hududlaridan xavfsiz masofaga tushgan, deyiladi aeroport bayonotida. Rosaviatsiya aeroport faoliyatiga 4 soatlik cheklov joriy qilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi bir kecha davomida mamlakat hududlari uzra Ukrainaning jami 550 droni urib tushirilganini da'vo qildi. Iroqda cho'pon tasodifan Isroilning maxfiy bazasiga duch kelib qoldi. Isroil Eron bilan urush vaqtida havo operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Iroqning g'arbiy cho'l hududida maxfiy harbiy tayanch punkti tashkil etgan. Bu haqda The Wall Street Journal nashri yozmoqda. Baza logistika markazi sifatida xizmat qilgan hamda Isroil harbiy havo kuchlarining maxsus bo'linmalari joylashtirilgan nuqta bo'lgan. Bu bo'linmalar dushman hududida operatsiyalar o'tkazishni maqsad qilgan. Obyekt urush boshlanishidan biroz avval AQShning xabardorligida qurilgan. The Wall Street Journalga ko'ra, bu baza Isroilga Eron hududidagi nishonlarga yetib borish masofasini qisqartirish imkonini bergan. Mutaxassislar Iroq g'arbiy cho'l hududi aholisi siyrakligi sababli bunday maxfiy obyektlar uchun qulay joy ekanini ta'kidlagan. Mart oyi boshlarida ushbu baza deyarli fosh bo'lib qolgan. Mahalliy cho'pon shubhali vertolyotlarni ko'rib bu haqda xabar bergan va Iroq harbiylari hududni tekshirish uchun yuborilgan. Obyektni himoya qilish va kuchlarni uzoqlashtirish maqsadida Isroil havo zarbalarini amalga oshirgan. Oqibatda bir iroqlik harbiy halok bo'lgan, yana 2 nafari yaralangan. Keyinchalik maxfiy bazani fosh etgan cho'pon ham vafot etgani haqida ma'lumotlar tarqalgan. Iroq hukumatı bu voqeaga keskin munosabat bildirgan va BMTga shikoyat yuborgan. Unda hujum chet el kuchlari tomonidan amalga oshirilgani aytilgan. Iroq rasmiylari voqeada AQShni ham javobgar deb hisoblagan. Mazkur hodisa Iroq va arab matbuotida keng rezonansga sabab bo'lib, hujum qaysi tomonidan amalga oshirilgani borasida turli bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.